Assalomu alaykum. İjtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, navbatdagi oshxona mebelimiz uстановkasini tugatdik. Balandligi 210 bo'lgan, uzunligi 490 joyga joylab berganmiz. Manzili Andijon viloyati Madaniyat qishlog'i Tinchlik mahallasiga Muhammad Rasul akaning xonadoniga qo'yib berganmiz. Bu oshxona mebelimiz bu joyga keladigan bo'lsak, xaladangni qo'yib berganmiz. Tepalarini dasturxon sochib qo'ygani shikoyat qilib berganmiz. Bu joyga mahsulot xaladangdan mahsulot olib qo'ygan joy qilganmiz. Tepalari sushurka. Tepalari polka bo'lgan, taylari ham polka bo'lgan. Chuqurligi chuqur. Mahsulotni olib turib endi bu joyda yuvgani mo'lka, grantini ham qo'yib berganmiz. Tagi ham temirligidan, mo'lkasi ham originalidan bo'lgan. Chekalari shumka qilingan, keramika qilingan, smesitelning taylari temir, bu dozatr idishi, gelib bergan idish bo'lgan. Xo'p, betidan mahsulotlarni yuvib boshqa bo'ladi. Tepasiga idishlarni qo'ygan suv shumka qo'yib berganmiz. Mo'lkasining pastiga unsur pakini qo'yib berganmiz. Xo'p. Mahsulot olindi, yuvilib, bu joyga qo'yib, bemalol to'lg'ashtirgan joydan. To'lg'ashtirib, tepalari tepaga ochilgan eshik bo'lgan. Buni tagini qoshiq pichoq so'ygan, xaladangni mo'ykada yuvib turib, qo'ygani, qoshiq pichoq so'ygani parton qo'yganmiz. Bu joylariga gaz plitasini qo'yib berganmiz. Gaz plitasini tagiga duxovkaga joy, mikrovolnovkasi bo'lsa, buni tagiga tushiradi. Xo'p, gaz plita ham xudo xolisa Hoffman firmaniki kontrolkali, suv toshsa, shamol bo'lsa, uyga egasi ketib qolsa, toshib ketadi, boshqa ular o'z avtomatik qisib qoladi, iskala bo'lmaydi. Xo'p, kontrolkasi bulangan, bemalol gazlari, gazgalkasi ham eshik bilan qo'yilgan. Bu joyga bitishkasini qo'yib berganmiz. Bitishkasini yaxshi tortadimi deganlarni. Ovozi ham unaqa baland emas. Duxovkani listi egasi berdi. O'zimda olib kelganim yo'q, boshqa joydan olmadim. Temir. Yaxshi ishlaydimi deganlar. Tepalarini ham atgan joyiga chiqarib bergan, mebelni kesmadim, teshmadim, joyidan shunday qo'yib turib razvedkalarni ulab qo'ydim. Mana orqasida ham atgan joyini razvedka chiqarib bergan, duxovkasini ham ulab qo'ydik. Hop, bu joyga рабочий stol qildik, taylarni polkali qilib. Bu taraf ham polkali bo'lgan. Tepalari ham polkali. Hop, bu joy keng рабочий stol bo'ldi. Xamir yorsa ham bo'laveradi, ko'proq narsa to'lg'ashtiraman desa ham bo'laveradi. Yozgi kunida shakarot, boshqa shu narsalarni bemalol to'lg'asa bo'laveradi. Istalishni esa suvni o'ziga yeydigan originaldan rossiyskiy kedir firmaniga qo'yib bergan. Bu chekasiga qish kunida gaz bombani olib kelib qo'yganini joy qilgan. Boshqa payt nima narsasi kerak bo'lsa, banka qo'yadimi, dasturxon sochib qo'yadimi, shunga o'xshash narsalarni qo'yib yuboradi.